بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وإن أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو اكتحل أو قبل أو اغتاب أو غلبه القيء أو أقطر في إحليله أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو أصبح جنبا لم يفطر. Ötkenki ders rozunu buzulgan işler doğruluk to'xtalgan. Bu dersda rozunu buzmaydigan işler üstü to'xtalmoqchi. Ve in akala aw shariba aw jama'a nasiyan. Esidi yok, roz tutganligini unutib qolib, bu ko'pincha Ramazonning birinchi kunlarida bo'lib qolishi mumkin. Roz tutganligi esidi yok, yeb ichib jima qilib qolsa, rozi buzilmaydi. Ev nama fahtalam, yoki uxlab ehtilam bo'lib qolsa, shayton atlab qolsa, rozi buzilmaydi. Ev nazara ila imra'atin fa anzal, bir ayol qarab meni chiqib qolsa, rozi buzilmaydi. Ev dahana ev iktahal, badanni maylabdi yoki surmut atibdi. Ev qabbala yoki suyabdi, rozi buzilmaydi. Ev taba, g'aybat qilib qolsa, rozi buzilmaydi. Yolg'on so'zlab qolsa, rozi buzilmagandek. Ev g'alabahul qay, mecburen durutib qolsa, rozi buzilmaydi. Yani bir mazhabda qasdan rozi buzildi degan. Ma'noda buzilmaydi, chunki bu mecbur kelib qoldi. Ev aqtara fi ihlili, sülük yoluga doğru temizsimi rozi buzilmaydi. Ev dakhala halqahu gubarun ev dibab, kanidin çan tuzağın yoki çivin kirib ketib qolsa buzilmaydi. Ev asbaha junuban, yoki kechida masalan junub bo'lib qolib jimadan juyunaydigan chog'ida tong atgan bo'lsa, tong atgandan keyin juyunsa rozi buzilmaydi. Lam yuftar, yuqorqi ahvollarımızda rozi buzilmaydi. Tafsili bayon qilmoqchi bo'lsak, ammal aklu va shurbu val jima'u nasiyan, yeb ichib va jima qilib qolgan ahvolda unutib qolib, fal qiyasu an yuftira. Asli qiyas bo'yicha hukm qilsak, rozi buzilib ketadi deydik. Li vujudi munafi, chunki rozi tutishga zid qiladigan ishdan birisi vujudga chiqqan bo'ldi. Yani şu muftirat salasdan birisi bo'ldi hozir. Qoida bo'yicha biz qiyas qilsak, rozi buzilib ketdi deyishimiz kerakdi. Vajul istihsan deganliklar biz qiyasni tashlab, boshqa bir kuchli dalilni kelgan hukmni oldik demak. Yani qiyasni tashlabdik. Nima uchun sizga istihsan qilib? Istihsanning sababi bu yerda bir hadis, yani kuchli dalil hadisdan iborat. Bu Hanefi mazhabının hadisni, nasni qiyasdan oldin qo'yganligining isboti. Qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem lillezî ekele ve şeribe nasiyan ve huve saim. Rozi tutganligi esida yo'q, yeb ichgan kishi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning degan so'zi dalil bo'ldi. Timma ala sawmika innama at'amaka rabbuka ve saqak. Rozanı davamlaştırıvergen, emniyette sana Allah Teala yep işüzgen. Bu hadisin aslı Bukhari'deki lafzı: "İza nasiya fa akala ve şeriba felyutimma savmahu fe innema at'amahu Allah ve saqahu." Yani Bukhari'de وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. Yani seleflerden şunda hüküm kelgan. Yani bir yerde qarasanlar, ma hadiste el-akl ve şurbni tilga olgan, lekin jimani tilga olmagan. Yani şu hadisga asoslanib turib, jimami mushun ichida bor, mansus qatordan bu bunda ikkisini o'rnak qilib tilga oldi, uchinchisi mushun ichida bor desak, hadis bilan unutib qilib jima qilgan holda rusulmaydi degan mazmun isbotlanib ketdi deymiz. Yani dalalatan mushun ichida bor desak, eğer bunda olmasa cimani iymekşmeki kıyas kılımız deymiz. Hasan olan Mücahit'in kelgen bu eserimi şunu gösterdi.
Ve fi rivayetin ente dayfullah. Bu rivayet adetleri kitaplarda yok. Şu an yukarı karşı muttefakun aleyhi rivayet şu yeterli. فإن ظن أن ذلك يفطره فأكل متعمدا فعليه القضاء دون الكفارة. Bu hükümle bilmey. Men Rızqallıqım isimli yok. Yep işip qalsam rozam buzulib ketdi. Men shunda yep işip qaldim. Rozam endi buzulib ketdi. Endi rozqimning foydasi yo'q deb o'ylab qolib, oqidan qasddan yep ishib qalsa, avval buzulib ketdim, tamoq yeyveraydi. Yep qalsa, fa alayhil qado dunal kaffara. Bu chog'da qazosini qilish lozim, lekin kaffarat kelmaydi. Bir kun. لأنه ظن في موضع الظن. Çünkü bu aynı hata o'ylab qoldigan bir o'rinda hata o'ylab qolgan bo'ldi. Bunda hata o'ylab qolishi normaldir. Va huval qiyas. Aslida shunda hata o'ylagandek o'ylash asl qiyas qoiz bo'yicha to'g'ri shu. Lekin biz hadis bo'lg'achqa qiyasni tashlatdik degandir. Fakana shubhatan. Undan keyin bir shubha bor. Yani bunda bir hata o'ylab qoldigan bir o'rin bu. Yani şu esidi yo'q deb ishib qalsa, ro'zi buzilib ketdi deb o'ylab qoldigan ahvol bor. Undan keyin bu bir shubha bo'ldi. Shubha bo'lgan ekan, biz idrol hududa bir shubha deganda kaffaratni hududga o'xshatib, bu bir uqubat bo'lg'achqa, kichikina shubha bo'lib qolsa, kaffaratni shurutimiz degan. قال وعن محمد رحمه الله إن بلغه الحديث ثم أكل متعمدا فعليه الكفارة لأنه لا شبهة حيث أمره صلى الله عليه وسلم بالإتمام. Muhammed rahmetullahi alayhi debdi, agar birisi shu hadisni so'zlab berib, Rasululloh bunda degan, sen ro'zang buzilmaydi, ro'zani davomlashtirib degan bo'lsa, shuni anglab turib, yanıla qasddan yapışayotgan bo'lsa, bu chog'da kaffarat keladi. Çünkü bu yerda shubha yo'q. Yani aniq tushuntirib qo'ysa-mu, bu xato gumonlanmaydigan holat turib, ro'zam buzib ketdi deb turadi. Yani bu vaziyatda mushu qarash sahih. Mushu kuchga ega. Çünkü bundaki yapışsan sana haram, unutib qilib yapışganini hisob qilmaydi, ro'zam buzilmaydi deb xabar qilsa, bu qasddan yapışyapti. Yani xabar vahid diyanat ishlarida yeterli degan fikr. قال وروى الحسن عن أبي حنيفة إمام أبو حنيفة إمام حسن بن زياد قيغان عاجز بالرواية شنو كلده لا كفارة عليه كفارة كم يدوه يعني كفارة كم يدوه قندا هالدا دب توسا hadis ba sen ro'zang buzilmadi, ro'zang davomlashtiriva deb tursa, qasddan ro'zani buzsa, la kaffarat alayhi debdi. Mushu Hasan rivoyati. Nima uchunsa, li'annahu xabar vahidin la yujibul ilm. Chunki mushu askartib qo'ygan kishi bir shaxs degan so'z keskin bir bilimni bildirmaydi degan shu qoida bo'yicha hisob qilmaymiz demoqchi. Hisob bo'ldi deydi. Ravsani ishqisi ya ko'bashi bor. Bunda hadis bor. Hozir ro'zani sunmadi, siz davomlashtiraveralar deb qolsa, u chog'da kaffarat keladi. Ya'ni qasddan yetish buzib qolsa kaffarat keladi deymiz. Bu shunga asosan. To'g'ri qarash shu Imom Muhammaddan qarashi. Bu sahih. Ro'zi buzilmagan odam normalda turib bilan yetishyapti qasddan. Endi masalan, bunga hech qanday dalil kelmaydigan bir. Yani bu yerda shubha bor deb kaffaratni saqt qilgan bir ahvol yo'q. Yani shubha o'zi unda xato o'ylab qolish shubha deydi. Lekin biraylar bunda hadis bosini ro'zani sunmaydi, bir damonlandirsa, sunmaydi ro'zani. Ismi bu qasddan ishlatgan ekan buzatdi. Bu normaldan da ro'zlar yapışib bilan buzatganga o'xshash. Bir topshiriq var. 5-chi topshiriq. Ro'za tutgan birisining Ramazonda ro'za tutgan birisining ro'zdor Ramazonda yodida yo'q bir narsa yeyishga tamshalsa yoki yeyotgan bo'lsa, yodida yo'q yeyotgan bo'lsa, masalan Ramazonda sizlar sinfda bir savodlashinki
Şu şeyde şunda iskanını ağzı kötügerliğini kördüm ama. Körgen çağda oy tohta Ramazan bağlıp esker koyaş vacip mu, mustahap mu? Belki sıkıntı kalsa sakızı isilmanken biraz işi varsın. Ama ne bunun rosu buzulmaganlıkın da koyup birleş mi? Bu üçüncü tavşırık. Hel yecibut tezkir ev yustahabbu liyman. قال وأما إذا نام فاحتلم لقوله صلى الله عليه وسلم uxlab ehtilam bo'lib qolgan kishiga kelsak, ro'za buzilmaydi dedik. Nima uchun? Dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan: "Salatun la yufattirna as-saima. Al-qay' wal-hijamatu wal-ihtilam." Üç türlük ish ro'zlarning ro'zasini buzib etmaydi. Yandirish, qanaldirish va ehtilam bo'lish. Rawahu al-Khudri radhiyallohu anhu. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivayet qilgan demakchi. Wa li'annahu la sun'a lahu fi zalik. Chunki u qasdan tutish qilib bir ish bo'lmadi. Fa kana ablagha min an-nas. Lekin bu ro'zni buzilmaydiganlikda unutib qilib bir narsa yetishga odamdan bakrak ro'zni buzilmas qiladi. Bunun üstüne bu ihtilam ro'za buzildi degan taqdirda ro'zador uxlamay o'tirish lozim. Bunda haraj bo'lib ketadi. Wal inzalu bin nazari kal ihtilami. Qarash sababidan mana chiqishmi? Ihtilam bilan o'xshash. Min haythu adam al mubashara. Chunki har ikkisida boshqa bir jins bilan surkilish bo'lmaydi. فإنه مقصور عليه. Çünkü bu ihtilam ve nazar diyendek işler şu bir şahsın sadir olduğu iş. La ittisala lahu bi gayri. Başka birisi bilen münasebetsiz dedi. Kaykılışandır. Hadislerde çıksa ayırıp kelgen. Yani mesela ayrış için tefsiri kelgen hadiste delil kıldı. Ma'vuk qasdan emas o'zining kelib qolgan qaydi. Chunki hadis kelganlik uchun bu bir tarafdan ojizlik keltirib chiqadigan. Yandirish ko'pincha kasallikdan salomat yaxshi bo'lmasdan bo'ladi. Ondan aqliy tarafdan ilib esa, ya'ni mazhabning deydigani, yandugan chog'da chiqdi, yandudi degan bilan az bir miqdor narsa chiqib qolgan narsa o'tib ketib qoldi deydi. Şuna buzu ketadi. Lekin hadis keldi desek u bekrak. Ig'iz to'ssa. Biz ashuni ayirgan. Ig'iz to'shmasa uni buzmaydi dedik. Nima uchun desa, bu oz narsa, bu odatdagi bir tukurukdek bir narsa. Odatda bunda bir kichik bir kekirgandek bo'lgan kichikdan suv yandigandek bunda ahvoli bor. Unda ro'za buzilmaydi. Yani bunun qancha ko'zi buzildi, qancha buzilmaydi desa, ash hadis kelgan. Toshsa, toshmasa deganni o'lcham qildik deydi. Qala va amma ad-duhnu fa innahu yusta'malu fi zahir al-badani kal-ightisal. Endi maylash kelsak, yog'lash, maylash bu odatda badanning sirtidan surkab ishlatildi. Xuddi masalan suvda yuvingandek shunga o'xshaydi. Yuvinishga o'xshaydi deydi. Endi hozir foyda qilishni, ya'ni bu mazhabda ikki ayirib bedeninin içige kiradigan ig'izlarni farqlantiribdi. Bedenning ichiga normal ig'izlardan va normal cho'ng kamaldan kirib qolsa, masalan burniga temitdi, og'ziga temitdi, yoki aqmaqatul soldi, shunda bo'lsa, ana bu ro'zani buzdi debdi. Normal bo'lmagan bedenning shu teridagi tuyushliklarda mujnad o'rdan kelsa, bu buzmaydi demakki. Ko'kilning shu mushkulga solganlari buzmaydi deydi. Yani mazhabning qoidasi bo'yicha. Ama quloq temizliği meselesinde yani mazhabning yana bir ko'z tutgan nima bo'lg'achqa, masalan suv temizsa, quloq temizsa, ro'za buzilmaydi dedi. Lekin may temizib qolsa buzildi. Nima uchun desa, may temizsa kasallikni davolaydigan, kishi aram oladigan, og'riqdan qutuladigan bir ish bor. Lekin suv temizsa, bu boshni ham og'ritadigan narsa. Foyda qilish tugul deb bunda aytadi.
Buzuk ketdi. Qanaqa bağlanib qilamiz? Agar dar temizsa, quloqdan temizsa buzildi. Çünkü fihi islahud dimag. Agar su temizsa, bu zararli dimag. Bundan ki anatomizmning qoidasi bo'yicha qosh kirgan narsa qaysi yo'ldan kirdi badanga shuni qaraymiz. Nega kirdi? Uni qaraymiz. Foyda qildimi, ziyon qildimi, uni qaraymiz. Hozir javobni 3 narsaga qildim. Birisi kanay, ikkinchisi oshqozon, uchinchisi ichak. Uchak basa javob ekan. Şu cerahat iyirak mesela yapacak falan olsa şu ürünü bulup kalsa ondan cevap vaat edip dururuz. Cevap ne? Şu dimağımı şunu sikirip gidiyordu desek o çağda doğru çıkacak. Ama bu mesele inek diktir şu pasının ayrışığa ihtiyacı var ki. Yani bir mezhepten kanda yani cevapta hesaplaydı. Qaysi yoldan kirgen olsa bedenge kirdi de manda qaraydı. O'shin bekitishlar mumkin. Lekin duhni va amma duhnu fa innahu istamal fi zahir al-badani kal-irtisal. Bu yunishga o'xshash badanning sirtidan surkab qo'yilgan ahvollar. Lekin badanning normal kamolidan birisidan kirmagandek ro'zani buzmaydi. Agar normal kamolidan kirib qolsa buzdi. Normal kamaldan kirib javobga yetib bamusun foydalanish bo'lib qoldi desa, badanning foydalanish bo'lib qoldi desa, o'shada to'g'ri chiqadi. Biz ma terininki kamallarni normal kamal demidik. Juyunishdimi badan normalda serinlash uchun yoki vojib g'usl uchun juyunib qolsa ro'zaga ta'sir etmaydi. Yani ro'zani buzadigan narsadan emas juyunish. Maylashma shunga o'xshash. Su badanga tegsa, badanning teridagi kamaldan ichiga kirishi mumkin. Maynimo teriga suvsa, shu kamaldan ichiga kiradi. Qala va ammal kuhlu an surtib qolsa, ro'za buzilmaydi degan qarash kelsak, bu jumhurning qarashi buzilmaydi. Imom Ahmadning qarashida buziladi. Bunun delili, yani buzulmaydı deganning delili Falima rawa Abu Rafi'in ennehu sallallahu aleyhi ve sellem da'a bimukhulati ithmidin fi Ramadana fettahala ve huve saim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da sürme kutusunu ekeldirip ro'zlar odatda sürtken mukhula sürmüdan sürme kutusu. Aslında mikhala deb chiqishi lozim, lekin samai holatda mukhula deb chiqargan. İthmid surma teshi yoki shu moddasi. Yani bu hadis ojiz. Lekin ojizda masalan bu hukmni ifoda bermaydi deb qarasaqmi, aslida surma sursa ro'z buzdi deganga Sayyid dalil akasi bo'ldi qarashlar fikri. Yani sürüm sürse ro'za buzilmaydi dedi. Nima uchun? Buzdi degan dalil yo'q. Buzildi deb qalsa İmam Ahmad Sayyid dalil olsa eklan deymiz. İmam Ahmad Sayyid dalil eklanmaydi. Eklanmagandan sürüm sürse ro'za buzildiganlikka dalil yo'q bo'ldi. Bundan başqa salaflardan kelgan masalan walam yara Anas ve Hasan ve İbrahim bil kuhli lis-saimi ba'san. Sahih Buxariy'deki rivayet. Yani sahaba ve tabi'inlardan ibaret salaflar sürüsü buldu, ro'zani buzilmaydi deb qaraydi. Lekin bu hamda dalil deb qalsa dalilga bo'ladi. Lekin İmam Ahmad mu sürüsü ro'za buzildi degan Sayyid dalil keltirmaydi. Qala ve ammal qiblatu şöyse ro'za buzilmaydiganligining dalili bo'lsa, falima rawat Aisha radhiyallohu anha annahu sallallohu alayhi vasallam kana yuqabbilu wa huwa saim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'zlar holatda ayollarni so'yitdi degan shu Sahih Buxoriy va Muslimniki muttafaqun alayhi hadis. Bu rivayette Hazreti Aisha ve kana amlakakum li irbihi degan. Yani özünü en tutulan kişi sizin aranızdaki, sizin içinizdeki demekçi. Qala ve emmel gıybatu, yani gıybet kılışının ro'zani buzmaydiganligiga kelsak, biz o'tganda kitob Siyamning 5'ida Siyamul Avam shu 3 narsadan saqlanish bilan vujud qiladi degan.
Siyamul havas desa, tilini, bütün bedellerini, bunu günah masiyetten saklaş. Ya bu siyamul havas. Bu siyamul havasıl has yapsa, dilini arifli bir narsini uylaştırma saklasa bu siyamul havas. Bu fıkıdaki bizden muamele kıldığımız, bizden tanıdığımız kaysa bu siyamul avam. وأما الغيبة فلعدم وجود المفطر صورة ومعنى. Onda gıybet kıysa oruçsa buzulmaydı degenimizin delili bolsa, çünkü gıybet kıygan ahvalda oruçni buzgan narsa onun şekli mi yok, mezmunu mu yok. Yani surat deganni ilimda içiga kirishdir. Ma'na degan fayzlanib bir narsani qondirishdan iborat. Unda bir ahvol yo'q. Fa in danna anna dalika yufattiruhu, g'aybat qilish bilan ro'zam buzilib ketadi deb qarasa, mush g'aybat bilan ro'zam buzilib ketdi deb o'ylasa, fa akala mutaammidan, undan amını buzilib ketdi deb yeb ichgan bo'lsa, bu chaqda alayhil qado, qazo qilish vojib bo'ladi. Val kaffara, kaffara nima uchun? Bu qasdan yeb ichdi, ro'zani buzibdi. Balagahul hadithu aw lam yablughu, bu haqda kelgan hadis, bu haqda ba'zi bir ojiz hadis kelgan. O'sha ojiz hadislik kelgan bo'lsin, buni xabar topgan bo'lsin, xabar topmagan bo'lsin, o'xshash. Bu yo'q desatdagi hadislarni bu. Bundan o ilgirikide kıyas kaidesiyle udultildiğin bir şüphe şekillendirmeydi. لأن كون الغيبة غير مفطرة قلما يشتبه على أحد. Çünkü bu gıybet kıysa ruzu buzulmaydı denge hemmeden ayan bir işten, hemmeden bilalılgan bir iş. لكونها على مقتضى القياس. Çünkü buzudu digene kıyas kızet, buzmaydı digene şu kıyasga udul kilgan boğaçta. وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ اجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْغِيبَةَ لَا تُفَطِّرُ. Yani ulemalar icma kelgan gıybet ro'zni buzmaydi deb. Yani siyamul avamda ro'zni buzmaydi deb icma kelgan. Bu yerda icma aslida zahiriylar g'aybat, yolg'onchilik ya farz ibodatning birini tashlash, bunda gunoh ma'siyat bilan shuni deb qaraydi. Bu xuddan siyamul havasni ko'z tutgandek bir ahvol bor. Lekin zahiriyninki bu qarashlari ilgirki to'rt imom masalan salaflarimizningki ijmodan keyin kelgan bo'lg'achqa buning qarshi fikrni o'ttirib qo'yganligi ijmoni zidlamaydi. Yani İslam ümmeti icma keldi hazır. Birinci esirde, ikinci esirde icma yapıldı. Üçüncü esirdekiler Zahiri'den birisi, Davud-ı Zahiri, yani İbn Hazm, dördüncü esirdekiler gıybet ro'zni buzutdi, mufattiratdan yapışkanlar o'xshash desa hisob qilmaydi. Bundan kim yani icma bor edi. Şu anda icma bor desak, yo'q Zahirilar buzuldi deb qaraydi, yani icma yo'q, yani xato deb demaymiz. Çünkü icma hazır zahirinin qarashini hesab qilmadi. لأنه جاء بعد الإجماع، يعني خلاف حادث بعد الإجماع. علماء الأمة. Yani bunun da icma var zaten. Bütün İslam ümmeti icma kılgan. Kim zahiriyle ya buzlukta da durur. Yani likoni ala muqtadal kıyas. Yani gıybet ro'zni buzmaydigan narsa ekanligi qiyosga uyg'un. Chunki g'aybat degan bu bir ma'naviy abstrakt narsa bo'ldi. Bu xuddi bir narsa iste'mol qilgandek ya bir narsa badan kirgizgan chiqargandek bir nima yo'q. Faqat buni hadis kelgan bo'yicha akli luhumul nas deb qarsak, bu go'sht yegan bular ondan ro'zni buzdi deymiz. Bu bir xil majaziyda. ولا اعتبار بالحديث في مقابلة الإجماع. مش غيبت روزنا بزوتدون دكاغن hadisler icmanın karşısında hesap kılmaydı. Ya da bil hadis yani mutlak mı hadis din yapamaz ha? Yani normalde hadis hesap kılmaydı din yapamaz. Muş gıybet kıysa ro'zni buzutdu dekagan bazına aciz ya kendi batıl hadisler icmanın alıda hesap edilmeydidir.
Chunki g'aybat qilsa ro'zni buzutadi degan ba'zi bir hadislar kelgan. Lekin bu sahih emas. Qanday hadis kelgan? Masalan, ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nas. Kishilarning go'shtini yegan kishilar ro'za tutgan bo'lmaydi. Yana bir hadisda idag'taba ar-rajulu faqad aftar. Mushunday hadisga kelgan, uni hadisshunoslar tahrij qilib lam yasih degan. Beklam aciz hadislar. Sahih bo'lsa-mu biz buni ijmo bo'lganlik uchun boshqa ta'vil qildik. Yani zohirini ammay ta'vil qildik demoqchi. Bundan ta'vil qilib qolsak bunday aytdik. Bu g'ayrat qilganlik uchun ro'za bo'ldi, lekin ro'zaning savobini ololmadi. Savobini ololmagandan keyin xuddi ro'za tutmagan kishilar o'xshash bo'ldi deb menda tushundik. Yani bunda bir aylandırıp eklep ondan to'g'ri tushunib ketgan bo'libdi. Lekin oldimizda bir ijmo var. Biz shu ijmoni tanıymiz. Hadis qarasak, o hadisdan birisini sahih bo'lmagan ekan, bu yerda biz hozir shu hadisni e'tibor qilmaymiz demoqchi. Bu shu haqda kelgan hadislar. Hamma hadis emas. Yani al-hadis al-khas bi iftar al-mughtab. وأما إذا غلبه القيء فلما تقدم من الحديث اختيارسız yamdırı tutmagan çağda ro'za buzilmaydiganligi yuqorida bir hadisda bayon qilinib bo'ldi. Man ta'a la qada alayhi. Ba'zi rivoyatlarda man tamas man zara'ahu al-qay deb kelgan. Wa man istaqa fa alayhi al-qada. Shu hadis dalili demakchi. Qala wa amma al-iftar fi al-ihlil südük yolunda bu er kişinin gibi. Er kişi südük yoluga dar temitmen bolsa fa'indahuma tarafayn qarışıda ro'za buzulmaydı. Ve qala Abu Yusuf rahimahullah yuftiru. Abu Yusuf rahmetullahi alayh er kişi südük yoluga doğru temitsa ro'za buzuldu degan. Binaen ala enne beynehu ve beynel cevfi menfeden. Nima uchun ro'za buzuldu dedi desa İmam Muhammed şu südük yolu bilen bedenin içi tutuşudu deb qargan. Tutuşuqalıqning isbatınız var ise isbat bedelil xurucul bawl. Çünkü bedenin içideki qo'saqdagi südük şu yolu bilen chiqdi. Bundan turbu yolu baken deymiz. Wal asahhu. Yani bu doktorlarning belgilaganı mesela südük yolu şu qo'saqda tutuşunda chiqamdi deydigan başlar doktorlar tutuşup sayfayı deppas bo'ldi. Lekin o'z vaqtida İmam Abu Hanifa va sahibi shu chaqdagi o'zining doktorlar tabiblardan bilgan ma'lumotlarga asoslanib qilayotgan tahlillar. Lekin hozir hamda tutashmas deb aytgan bo'lishi mumkin doktorlar. Wal asahhu laysa baynahuma manfat. To'g'ri qarashda bu ikkisining o'rtasida tutashlik yo'q. Ya'ni tarafaynning qarashi shu kuchliroq, sahiyroq demoqchi. Bu südük qo'saqdan chiqadigan bo'lsa, qanday chiqadi desa, bo'limida ta'rif qildi. Balil bawlu yatarashshahu ila al-mathanati thumma yakhruj. Südük shu qo'saqdan deydi. Javfdan dovsaq yoki südük xaltisi. Dovsaqqa bunda sizib, sirg'ib yoki tepchib o'tadi deydi. Sirg'ib chiqadi yoki tepchirib chiqadi deydi. Yani turbi yo'llar qilgan tushmaydi deydi. Sonra yakhruj. Ondan keyin dovsaqdan yoki südük xaltisidan turbi yo'l orqali sirt chiqadi. Va ma yakhruju rashhan la ya'ud rashhan. Südük xaltisiga sirg'ib kirgan bo'lsa südük, bu südük xaltisi yani bedenge sirg'ib yoki tepchib qaytib ketmaydi deydi. Xuddi masalan biz bir ko'zga ozroq suyuqlik moddani to'kib, og'zidan itib ko'lchakni ichiga tashlasak, ko'lchak suv ko'zning ichiga o'tadi. Ko'zning ichidagi modda, suyuqlik modda ko'lning suyiga chiqmaydi. Endi dalil keltiribdi. Ko'zi yasib turib. Bu to'g'rimi? Masalan, südük xaltisida shunda südük paydo bo'ldi. Asosda bunda paydo bo'ldi deydi. Paydo bo'lgandan keyin bu südük bedenge qayta yenib ketmaydi. Xuddi quduqning suvi mana asosda paydo bo'ldi. Bu paydo bo'lgandan keyin qayta chiqib ketmaydi degandek. Bu endi uzun muddat chiqarilmay
uzun muddat saqlanib ketsa, zaharlanib unda nimasi ya shu so'zi qaltisini kechib ketib bir ish qilish mumkin. Wal khilafu idza wasala ila al-mathana. Bu yerda Qaraqan bilan Abu Yusufning o'rtadagi talash tortish hozir südük yoldan doğruna temitgandan keyin bu temitilgan doğra doğusaqqa yetib qolsa talash tortish shu chog'da bor. Lekin doğusaq yetib qolmasa talash tortish yo'q, hammadan buzilmaydi deydi. Lekin doğusaq borib qolsa, mushu doğusaq bo'lgan suyuqlik doğra badanga o'tamdi, javobga o'tamdi, o'tmamdi deganda ixtilof qoldi. Amma idza waqafa fil qasabati, amma shu südük yolida, turbida to'xtab qolsa, bu hammalarning qarshida, ya'ni 3 imomning qarshi ijmo degan misol 3 imomning qarshida ro'za buzilmaydi. Bu yuqorqisi er kishining südük yo'li. Ayollarning südük yo'lida ro'zani buziladi deydi. İcma'an. Qala va amma dukhulul ghubar va zibab, chang to'zonlarning chivin, yak puroq deymiz, bunaqasininki kirishi kelsak, ro'za buzilmaydi dedik. Delil emas, fali'annahu la yumkinu al-ihtiraz anhu. Çünkü bunu odatda hayotda buni aslida saqlanib bo'lmaydi. Chang tuzog'ning chivinning jism bor, modda bu. Chivindan birisi ya chang tuzog'dan uchib masalan kana kelib ketdi deydi. Shuni tasavvur qilsak, buzilmaydi dedik. Lekin chivindan birdan aklab o'zi qasdan esa ro'za buzildi. Chang tuzog'dan chiqib kapatsa buzildi. Bu anda saqlanib qolmaydigan narsa bo'lg'achqa shariat kamchilik qilgan demakchi. Kedalika ad-duxan tutilmi shunda, masalan uyda kanaydini chiqib qoldi, ya o't yaqqanchada o'choqning oldida isir ketdi, ya kebabchining oldida kebab isir ketdi. Buni saqlanib bo'lmaydi, ro'za buzilmadi. Lekin qasddan tamoq cheksa, ro'za buzildi dedi. Chunki buning moddasi bor. بخلاف المطر والثلج اما yağmur, qor bundan asla ro'zni buzutdi. O chang tuzan bir narsa o'xshamaydi. Haythu yumkinu al-ihtiraz anhu. Chunki buningdan saqlanig'ili bo'ldi. Yani osmon og'zini qarab yurmay, pastga qarab mansa og'zidan kirib ketmaydi. Mayli, buzilmaydi. Bu qasddan bir sumurish bo'lmagan ekan, jutish bo'lmagan ekan, mayli. Sahih Buxoriyda Hasan Basri shunday aytgan: "In dakhala halqahu az-zubabu fala shay alayh." Bu ittifoqan 4 imom shunday qaraydi. Ro'zni buzmaydi deb. Puroqmi shunday masalan, boqqa kirib atirgullarning puroqi kirsa, bizda tomoqning puroqi Çıta tayyorlayotgan tomoqning puroq kirsa buzilmaydi. Atir olsun buzilmaydi. Chachqan atirninki buning moddasi bor desak, qasddan og'ziga chiqib chashdi, buningdan yig'ilgan narsani jutib olsa buzildi. Ya buni bilan masalan bu badan kirdisak buzildi deyish mumkin. Ammo ma puroqlarda qasdlik bo'lmay, shunda bir puroq qolgan narsalar. Ve amma iza asbaha junuban, Ramazan etiginde junub holatda tong otqizib ro'za tutgan kishi kelsak, ro'zasi buzilmaydi. Falima rawat Aisha radhiyallohu anha, bunun dalili Hazreti Aisha rivoyat qilgan hadis. Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yusbihu junuban min g'ayri ihtilamin wa huwa sa'im. İhtilam ko'rgan ahvol emas, jima qilgan ahvolda junub bo'lib tong otqizibdi, ro'zador holatda degan. Yani bu holatda junub bo'lganlikninki ro'zani buzmaydiganligining dalili shu. Yana bir dalil va Alloh taolo abahal mubasharata jami'al layl. Çünkü Alloh taolo bütün kecha arayadulashni muboh qilgan. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Tong atgan kadar mübaşere qilsani bo'ldi demak. Mübaşere nishadin al-jima. Mübaşereden maksat jima. Endi kechida jima qilgan kishi tong atishga yaqin bo'lgan bo'lsa, junub bo'lguncha tong atib qolganligi aniq bo'lg'achqa, miyada shunday min daruratihi wuqul ghusl ba'da as-subh. Ayni vaqt istalgan chaq jima qilgan bo'lsa,
o'sha juyunish shu tong atib bo'lgandan keyin ro'z boshlangandan tortib bo'lganlik ena. Qala wa in ibtala'a ta'aman bayna asnamihi mithla al-himmasati aftara wa illa fala. Tishining orliqida nuqchilik bir narsa bo'lib qolsa, buni jutib qolsa, ro'zlar holatda ro'zi buzib ketadi. Nuqtin kichikroq qolsa, jutsa, ro'zi buzilmaydi. Lianna ma bayna al-asnan la yustata'u al-imtina'u anhu. Chunki tishlarning orasidagi narsadan odatda saqlanib bo'lmaydi. Idza kana qalilan, ozgina bir narsa bo'lsa saqlanib bo'lmaydi. Fa innahu tab'un li riqihi. Chunki tishning orliqligina ushaq narsalar, yemak-ichmakdan qolgan narsalar bu tukrukka tava. Tukrukda odatda shunday ushaq narsalar bo'lishi mumkin. Tishning orliqidan chiqqan. Undan keyin bu nimaga o'xshaydi desa, unutib qolgan odamga o'xshaydi. Yoki li'adam al-ihtiroz deymiz. Saqlanib bo'lmaydi. Bu asosan o'zining tukrukka bilg'imini tutib qolsa, o'zi buzilmaydi. Bixilaf al-kathir. Ammo tishning orliqida qolgan narsalar, yemak-ichmak ko'p bo'lib qolsa, buni tutib qolsa, ro'za buzildi. Va huwa xilaf al-kathir. Al-kathir bilan qalilning o'lchami nima? Mesela su mayna nasib ketsa mayna to'ldi deganda o'lchamni 10 gazda bekitib qo'ydi. Al-ma'id daimning qalil bilan kasrni 10 gaz deb qo'ydi. 2,5 metrda 2,5 metr deganda. Yani man o'lchami nima desa, nuqt miqdorchilik dedi. Li'annahu la yabqa mithlu zalika adatan. Chunki odatda tishning orliqida nuqt miqdoridan cho'ngroq narsa tishning orliqida qolmaydi. Onun kichik narsa qoladi. Fala ta'ammu bihil balwa. Undan keyin bu davomli kishilar duch keladigan narsa emas. Nuqtdan cho'ngroq narsalar sharliqida qolgan hol yo'q, davomli kishilarning turmushida. Fayumkinu al-ihtiraz anhu. Undan keyin odatda bunu saqlanib ketgan bo'ldi. Undan keyin bu unutib qilib yapsag'an shu o'xshamaydi. قال ويكره للصائم مضغ العلك والذوق والقبلة إن لم يأمن على نفسه. روزدار مش إسلام قسم مكروه oldu. مضغ العلك سغز çaynaş. Bu ilk Araplarınki aş tabii sığızları. Bu onda goşkan putak narsalarımız. Lekin qaçılmaydigan, bezingidek şunda çaplaşan qo'yilgan narsa. Ammo go'shgan putak masalan chaynab qo'yguncha parchalanib bilan erikadigan bo'lsa, o'z buzildi. Endi hozirgi sig'izlicho shakar moddasi bor. Tatli shakar moddasi erib bilan qondan kirib ketadi. Nonga uningda buzilganlik emas. Mana arablarning an'anaviy sig'izlari. Qaraydan yaz kishinin chiqida tushuncha. Bunun ishi qaraydan bormi? Belki ana shunda qarag'aydan daraxtlardan chiqishi mumkin. Shu o'simlikka nisi masalan daraxtlardagi narsa bo'lishi mumkin uzoqdagi. Ashuni tabiatga qaraymiz. Agar og'zingizda chaynab shungandan keyin parchalanib erib ketgan bo'lsa, ko'z buzildi. Agar erimaydigan bo'lib qolsa, shirin ta'm bo'lmasa, o'shada buzilmaydi deymiz. Ötekesi buzuldu. Ve-zevq tamamını tetbiqish. Yemek içmekten tetbiqishdan ibaret. Bu mu makruh. Vel-qubla illam ya'man ala nafsi. Özünü tutamaydigan kishilar uchun so'yishmi makruh. Chunki bu o'zini buzib chiqib turishi mumkin. Tafsirli bayon qilsak, amma madghul ilki lima fihi min ta'rid sawmihi lil fasad. Chunki o'zini buzib qilish xavfiga duchor qilgan bo'ladi. Va hada fil ilk al muntasiq ba'duhu bi ba'd. Bu chaplishango rezingidek ashunda parchalanib ketmaydigan, ashunda sig'izning gapi. Amma idza kana ghayra multaimin parchalanib ketadigan, bir-biri bilan chaplashib turmaydigan bo'lsa, fa innahu yufattiruhu. O'zini buzadi. لأنه لا يلتئم إلا بانفصال أجزاء تنقطع منه. Çünkü o parçalanıp ketkenlikken kapkağını andın jığılıp çatlışı mümkün.
وَذَلْكَ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ yani parçanı kılgan bolsa özüne buzutibdi. وَأَمَّا الذَّوْقُ hem de bir narsani tetishga kelsak, yani til bilan tetishma va tetishga kelsak, لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى جَوْفِهِ çünkü tetigan narsa içi kirib ketishdan toza xotirjam bo'lmaydi. Belki kirib ketishi mumkin jutib şuna dikkat qilish lozim deymiz. İbn Abbas radhiyallohu anhu Sahih Buxoriyda la ba'sa an yatata'amal qidra aw ash-shay'a. Qazondagi tamoqninki ta'mini tuzini tetib baqish, ta'mini tetib baqishi mayli, hech gap bo'lmaydi. Latingan bir-biriga chaplashib, tutunlashmaydi, yemlashmaydi. Mesela hozir popotan çayını sanlar, ağzının şu bir parça oldu. İki parça, bazıda iki parça bulup geçişi mümkün. Lakin normalde aşında bir bütün parça oldu. Adette asıl acırtıman sanma, acırtanmaysam o. Lakin rozdar ağlattan da, onda bir xatarga yoluqması için çayını olan yaxşı. Kız burnunu çakaydı, lakin qattiq kuşak etmeyerek. Da, avaylab. فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وأما القبلة لما روي أن شابا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فمنعه. Bir yaş gelip gözleri alıp söz bulamdı dese tostan. وسأله شيخ فأذن له. Yaşın kalan bir kişi olsa ruhsat kılgan. فقال الشاب şu yaş yigit dedi ki inne dini ve dinehu vahid. Benim dinim bilan şu boyning dini o'xshash bir dinda. Qanday ular hukm o'xshash chiqmay qoldi? Qala na'am. Shunda walakinna ash-shaykha yamliku nafsahu. Boy o'zini tuta oladi, yoshlar o'zini tuta olmaydi degan. Bu ajizroq rivoyat. Lekin shu Hazrat Aishaninki Sahih Buxoriyga desa, kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam yuqabbilu va yubashiru va huwa sa'im va kana amlakakum li irbi. Özden tutularlarının digini bu mazmunun özüsü alıdı. وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ رُبَّمَا وَقَعَ فِي الْجِمَاعِ فَيُفْسِدُ صَوْمَهُ özünü tutamay qalsa, xotirjam bo'lmaydigan kishi bo'lib qolsa, yoshlar bo'lib qolsa, jima qilsa, ro'zasini buzitishi mumkin. Va tajibul kaffara, kaffarat vojib bo'lishi mumkin. Va zalika makruh. Ro'zani buzitish va kaffarat to'lashga ma'ruz qilish makruhdir demoqchi. Ro'zani buzitish makruh emas, ro'zani buzitishga yo'liqtiradigan bir ishni qaramliq bilan qilish makruh. Vel mubasharatu kal qubla. Mubashara degan quchoqlash, ya'ni kiyimsiz quchoqlash. Bu so'yishga o'xshash. Dikkat qilsangiz yuqori hadisda an Aisha radhiyallohu anha qalat kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam yuqabbilu va yubashiru va huwa saim. Va yubashir degan shu so'zning başı Sahih Buxoriyning rivoyatida. Yani kel qubla demesi o şu hadiste nas var. Ve yukrahu lil mar'ati madghu at-ta'ami li sabiyha lima fihi min ta'arrud as-sawm lil fasad. Yani mavo çaynaş meselesi. Tamakni tetib qilmasa bu vaqt bolalarga tamoqqa yuzga ayollar bolalarga tamoq chaynab berishi makruh. Nima uchun desa, chaynab o'tib yutib solgan ahvoli bor. Bu ro'zni buzishga elib berishi mumkin. Fa illam yakul laha minhu buddun chaynab beramiz zat bo'lmaydigan bolasi och qolgan bo'lib qolsa, fala ba'sa bihi. O'cha diqqat qilib chaynab yurgizib qo'ysa bo'ldi. لأنه لما جاز لها الإفطار إذا خافت عليه çünkü aş ayal balısının gızalanışı yaxşı olmay qilib ağırıp qalıdı deb ensirgen takdirde ro'za tutmasına ruxsat batdi. Mesela hamil vel murda dedik o. Bular balalardan ensirab qalsa, o'zgamasa, balalardan ensirab qalsa ruxsat batdi ro'za tutmaslikka. فَلَا أَنْ يَجُوزَ لَهَا الْمَدْغُ كَانَ أَوْلَى. Danki aşı balı üçün bir narsa chaynab berishga ruxsat qilish albatta bo'lish kerak dedi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.